Assalomu alaykum Qirg'iz elim, sizlar bilan Ochiq Ayqin kanali. Har doim yangi жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti, buyuk o'zbek xalqining yo'l boshlovchisi janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Men sizni o'z ismiga jismi mos kelgan shafqatli, rahmdil inson va odilona xalq boshqarayotgan xolis yetakchi deb bilganligim uchun Qirg'iz xalqining jabrlanayotgan fuqarolari nomidan, ularning yaqin qarindosh urug'lari va hamfikr tarafdoshlari nomidan shaxsan o'zingizga murojaat etishni lozim deb topdim. Murojaatimning boisi shuki, ikki davlat o'rtasidagi chegara tilkalarini aniqlash jarayonida ushbu kungacha hech qanday talash yo boshqa bir muammo yaratmasdan Qirg'iziston Respublikasining ulushi bo'lib hisoblangan Kamprovat suv omborini O'zbekiston davlati bundan buyon o'z hissasiga o'tkazib olish xohishini bildirganligiga, bu masalaga noma'lum sabablarga ko'ra bizning ham davlat rahbarlarimiz rozilik berayotgani xalqimiz orasida dolzarb mavzuga aylanib, bir-biriga xos kelmagan qarama-qarshi fikrlarni yaratib, tinch totuv yashayotgan xalqimizni ikki qirg'oqqa bo'lib, ashaddiy bir ajrimni paydo qilmoqda. Biz Qirg'iz xalqi yarim asrdan yiroq 55-60 yildan beri suv omborini o'zbekistonlik qarindoshlarimiz, do'stu birodarlarimiz foydalansin deb, paxta dalalari suvsiz qiynalmasin deb, o'zimiz faqat ziyonini tortsak ham hech minnat qilmasdan, hech dodu faryod solmasdan, suvni to'plab berib, churq etmasdan yashab kelyapmiz. Bu harakatlarimizning boisi albatta eng avvalo Allohning bizni mirob qilgan xohishiga bo'ysunganimiz bo'lsa, ikkinchidan xalqlarimiz do'stligi abadiy bo'lsin deb, ezgu tilaklar bilan mehmondo'stligimizni, oq ko'ngilligimizni ifoda qilib kelamiz. Bu xulosa biz uchun kutilmagan hodisa bo'ldi. Chunki hech qachon o'ylamagan edikki, kuni kelib biz o'zbek birodarlarimizga shuncha yil qilgan yaxshiliklarimiz evaziga rahmatlar aytishning o'rniga biz ular uchun suv to'plab berayotgan yerimizni talashib chiqadi deb hech ham kutmagan edik. Do'stligimiz barqaror va mangu bo'lsin desak, albatta bir-birimizni ulushimizga ko'z olaytirmasdan o'z-o'zimizning hisobimizga taxt bo'lganimiz manfaatga loyiq bo'lardi. O'zbek xalqida ham, Qirg'iz xalqida ham hisobli do'st ayrilmas degan maqol bir xilda, bir tilda aytiladi. Shuningdek, bir kun tuz totgan uyingga 40 yili salom aytgin degan ham naql maqol bor. Biz Qirg'iziston xalqi bir kun emas, yarim asrdan ko'proq tuz ham emas, obu-hayot umrning bulog'i bo'lgan suvni to'plab berib kelyapmiz. Bu nimasi shunda? Suvingni ichib, qudug'ingga tupurishmi? Bu xatti-harakat bilan O'zbekiston xalqi Qirg'iz xalqiga shundaycha rahmatu salom javobini yo'llamoqdalar. Albatta unday emas deb umid qilib qolamiz. Har bir inson, har bir mo'min musulmon uchun vatan himoyasi muqaddas burch. Vatanimizni biz uchun mo'tabar bo'lgan bir chekkasini himoya qilamiz degan 24 nafar aktiv fuqarolarimiz bugun shu Kamprovat masalasiga qarshilik qilgani uchun birlikda bosib oluvchi massalik boshqarmanlikni uyushtiruv degan moddalar bilan qo'lga olinib, qamoqxonalarda qamalib yotishibdi. Yana bir necha fuqarolar qamalish arafasida. Bu ketishda agar Qirg'iziston aholisining yarmi qarshi bo'lsalar, yarmi qamalib ketaverishiga siz janob Shavkat Miromonovich beparvo qarab tura olmasangiz kerak degan ezgu umid bilan sizga murojaat etdim. Boshida aytib o'tganimdek, siz odil, xolis, eng avvalo ismiga jismi mos kelgan mehr shafqatli, rahmdil insonsiz. O'z ota-bobolaridan meros qolgan Allohning omonati bo'lgan joylarni himoya qilayotgan Qirg'iz birodar zamondoshlaringizga shafqat qiling. Sizdan iltimos.
Kampirobod suv omborini o'tkazib olish fikringizdan qaytishingizni sizdan yolborib o'tinaman. Rostmi yolg'onmi so'z tarmoqlarda sizni kelishimga qo'l qo'yishdan bosh tortibdi degan mish-mish gaplar yuribdi. Agar yolg'on bo'lsa ham, siz shu gaplarni, shu xabarni rostga aylantirib yuboring, iltimos. Agar abadiy xalqlarimizni do'stligini o'ylab shu ishlar qilinayotgan bo'lsalar, suv omborini yeri O'zbekistonning nomidami yoki Qirg'izistonning nomidami nima farqi bor, to'g'rimi? Shu kungacha qanday bo'lib kelgan bo'lsa, chegaramiz shu bo'yicha qolaversin. Yer bu bizniki bo'lgani bilan hech muammosiz suvni shu kungacha berib kelyapmiz. Xudo xohlasa bundan so'ng ham shunday bo'lib qolaveradi. Mening ismi sharifim Asamiddin Muhiddinov. Bu murojaatimni bo'lsa jamiki Qirg'iziston aholisini nomidan deb qabul olgaysiz. Ko'ngil burganingiz uchun kattadan katta rahmat. Kanalga qattalib, mag'a jaqti degan belgini basib, o'y-fikri qoldiruvni unutmangiz. Chiminday janda chirqatgan chindiq biz menen.